Bismillah. Biz turgan joy Arafotdir. Islomda maqtalgan 7 ta tog'dan biri Arafot. Ortimda turgan Rahmat tog'idir. Arafotning 5 ta mashhur ma'nosi. Birinchisi, hammamizga ma'lum bo'lgani, Hazrati Odam alayhissalom bilan Havvo onamiz uzoq ayriliqdan so'ng uchrashgan joylari. Shuning uchun bu vodiyning nomi Uchrashuv vodiysi. Ikkinchisi, Jabroil farishta Ibrohim alayhissalomga hajning amallarini o'rgata turib, mana shu vodiyda, ya'ni Arafotga yetganlarda, bildingizmi ey Ibrohim deganlarda Araftu, bildim deganlar. Mana shuning uchun bu vodiyning nomi bilmoq, o'rganmoq ma'nosini ham anglatadi. Uchinchisi, bu joy dunyodagi barcha musulmonlar 14 asrdan buyon mana shu joyda juda ham katta hojilar to'planganligi va buning ortidan dunyodagi hamma musulmon bir-birlari bilan tanishganligi, axborot almashganligi sabab Arafot yaqindan tanishmoq ma'nosini ham anglatadi. To'rtinchisi, dunyodagi barcha bu vodiyga kelganlar mana shu vodiyda turib gunohlarini e'tirof qiladilar. Gunohlarini, xatolarini tan olganliklari sabab bu joy gunohlarini tan olmoq, e'tirof qilmoq ma'nosini anglatadi. Alloh taolo bu joyda tavba qilganlarning tavbasini qabul qiladi. 5-ma'nosi, Arafotning o'zagi bo'lgan urfning yana bitta ma'nosi sabr. Mana shu sabrdan kelib chiqqan. Dunyodagi barcha hojilar, katta hojilar, kichkina haj qiluvchilar bu vodiyga mashaqqat chekib kelganligi sabab va mana shu mashaqqatlarga sabr qilganligi uchun Arafotning 5-ma'nosi mashaqqatlarga sabr qilmoq ma'nosini anglatadi. Alloh taolo Arafotga kelgan har bir insonni duosini qabul qilsin.